Qanday masalan bu yil qanday soliqlarni to'ladingiz? Emas, xo'jayin to'laydi har doim. Qanaqa soliqlar to'lovchi hisoblanasizlar? Shu joy soliqlarni to'laydi. Uy-joy soliqlarini to'lab, bu yilga to'liq qarzlar yopilgan-a? Tovarlarni sotib oldingiz, to'g'rimi? Sotib olgandan keyin sotuvchi sizga hisob-kitob chekini berish kerak, to'g'rimi? O'zlari sotib olgan tovaringiz uchun hisob-kitob cheklarini o'zlari beradimi yo so'rab olasizmi? Bu so'ramasam ham beradi. Bermaganda so'rab olaman, chek berib yuboring deb. Ha, so'rab olasiz. Demak, chek sizga nima beradi o'zingizga shaxsan? O'zim uchun bir marta plastikdan ko'p yechilib ketgan. Shundan keyin har doim so'rab olaman, chekni berib yuboring deb. Aha. Undan tashqari yana nima beradi chek? Cashback degan narsani bilasizmi? Cashback. Qanday cashback olish tartibini ayting-chi? Uni ham o'zim qilmayman har doim. Bolalarga olib borib beraman, o'zlari tushirib olaveradi. Keyin gazga, svetga to'lab yuboramiz. Yig'ilgan pullarni gazga, svetga to'lab yuborasiz. Hisob chekini oldingizmi? Olmadik. Mana chek olishni imkoniyatlarini bilasizmi? U nima beradi sizga? Cashback bor. Cashback bor. Ikkinchi tomonichi xufiyona iqtisodiyotni oldini oladi. Mana xarid qilgan tovarlaringizni hisob-kitob chekini olsangiz, aylanmada оборот aylanma yashirilmaydi. U soliq to'laydi o'sha aylanmadan. Mana shu narsalarga ham aktiv ishtirok etishlaring kerak-ku, to'g'rimi? Shu shoshganda aniq qolamiz, to'g'ri. Olish kerak. Hurmatli fuqarolar, chek olishni unutmang. Savdo qilish uchun kelgansizlar-da. Shuncha bozor qildilaringmi? Hisob-kitob chekini oldingizmi? Olmadik. Nimaga olmaysiz? Chunki hamma ham beravermaydi-da, shoshiladi, vaqti bo'lmaydi, boshqa qiladi. Mang deb bersa biz ham esimizga keladi. Xarid tovarlaringiz uchun chek olganingizda sizga foydasi borligini bilasizmi? Bilaman. Nima beradi? Foydasi bor. Shu mana uni olgan narsalarim sifatini, Xo'sh. olgan pul narsani qaytarib berishga chekini ko'rsatish mumkin. Biron nima qolib ketishi mumkin. O'sha Huquqiga ega bor. Yana nima beradi? Eng asosiysi cashback beradi. Sotuvchi eslatsa borku, biz ham esimizdan chiqmay olamiz albatta. Chunki plastigimda qancha pul qolgani qoladi, bilaman shuni, boyagi chek orqali. Qan holatingiz 2 million so'mga xufiyona iqtisodiyotga yo'l qo'yishda sherik bo'lib qolyapsiz-da. Siz agar o'sha chekini so'rab olsangiz, ular aylanmada tovar sotilgan mahsulot hajmi ko'rinadi va soliq ular to'lab boshlaydi. Endi olishga harakat qilamiz. Olaman. Endi bu narsani olaman, olmasam bo'lmaydi. Uy-joy solig'ini to'laysiz, mol-mulk solig'i, to'g'rimi? Mol-mulk. Hovlili uyda turasizmi yoki Hovlida. qanaqa soliqlar to'ladingiz bu yilga? Uy solig'ini to'ladik, mol solig'ini. Hovlik anaqaga to'ladik-da. Yer solig'i bilan mol-mulk solig'i. Mol mulk solig'iga to'ladik. Soliq to'lashni afzalliklari nimada? Vatanimizni g'irog'roqi, o'zimiz tinch yashaganimiz, uy joydan unumli foydalanganimiz, o'sha Soliq idorasiga bormasdan turib to'lash imkoniyati bormi yo'qmi? bor. Qanaqa usulda? Telefon orqali onlayn o'tkazish yo'li bor. Rahmat, salomat. Mayli, sog' bo'ling.